Xo'sh, o'rtoqlarim menga nima qilib ketgan va shu narsalardan keyin ham men o'rtoq bo'lishni davom ettirganman. Shunaqa trend chiqibdi, hozir men ham sizlarga aytib beraman. O'rtog'im juda qattiq narkotikka berilib ketgandi va bu narsalarni bilganimdan keyin orqaga qaytarish uchun qo'limdan kelgan hamma ishni qilganman, lekin qo'limdan hech nima kelmagan. Va qo'limdan hech nima kelmagandan keyin oxiri shu onasiga telefon qilib aytganman. Bu narsadan keyin, aytganimdan keyin o'sha o'rtog'im meni uyimga kelib, meni boshdan oyoq so'kib ketgan. Va shu narsalardan keyin ham men o'rtoq bo'lishni davom ettirganman. Bitta o'rtog'im urushib qolganimizda hammaga men haqimda yomon yolg'on gaplar gapirib, orqamdan yomonlab yurgan. Men o'zim eshitib hayron qolganman. Men shunaqa qilmadim. Mayli. Va shu narsadan keyin ham men darish o'rtoq bo'lishni davom ettirganman. Uchinchisi, yana bitta o'rtog'im har safar menikiga kelganda sekin-sekin pullarimni, tillalarimni olib chiqib ketar ekan. Men buni vaqt o'tib bildim. Nima deb o'ylaysizlar? Men yana o'rtoq bo'lishni davom ettirdim. Xo'sh, yana bitta o'rtog'im bosh qizdan oldin meni mensimasdi. Men nimadir gapirsam eshitmaganligi olardi yoki bo'lmasa har bitta gapimga procha chiqardi. Mayli. No, men просто juda ham spokойniy qizman-da, ko'p narsaga ko'zimni yuvaman. Bu narsadan juda ko'pchilik foydalanadi. Men просто arzimagan narsadan urushib ketishni xohlamayman. Hamma bespokойniy o'tib, hamma xohlaganini gapiradi, xohlaganini qiladi. No da, men uncha-munchaga jahlim chiqmaydi, lekin shuningdek bitta jahlim chiqsa, qo'limdan kelgan hamma narsani qilaman. Va bilasizlarmi, shuncha narsadan keyin men nima deb o'ylayman? Qiz bola o'rtoq bo'ladi deb o'ylayman. Chunki men o'zimdan juda ham ideal o'rtoq chiqqani uchun qolgan qizlardan ham men shuni ko'raman, minuslariga ko'z yumishga harakat qilaman. Va, конечно, odam o'zidan kelib chiqib gapiradi. O'zimdan ideal o'rtoq chiqadi. Shuning uchun qolganlarni shunaqa deb o'ylayman.